Assalomu alaykum hammaga. Yaxshilik serialini juda ko'pchilik ko'rib kuzatdi. Bugun finalini joylashtirdik. Xabarlarim bor, o'zim she'r yozaman. She'rimni bitta iste'dodli san'atkorga berdim, soundtrack qilib ijro qildi. Qo'llab turasizlar. Hozir soundtrackni sizlarga qo'yib eshittiraman. Juda ham ma'noli, chuqur ma'noga ega she'r yozganman. Qo'shig'im masalan o'zimga yoqdi. Xudo xolasa bundan keyin yaxshi seriallar qilishga harakat qilamiz. Tajriba orttirish uchun bo'ldi bu serial. Kamchiliklari uchun uzr so'raymiz. Iltimos negativ yozmanglar. Negativ bu insonni ko'nglini cho'ktiradi. Ijodkor odamdir. Ba'zi bir bachkanalar chiqib negativ uchun negativ bilan ko'tarilishi mumkin, lekin haqiqiy ijod qilayotgan odam negativ ularda ko'nglini cho'ktirib qo'yadi. Bitta soundtrackni tinglab ko'ringlar. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Yurakdan qizartirib qo'yish esdan chiqmasin. Malı davlatni de aldama insonni, pul uchun ey odam sotmagan vijdonni, aybdor qilmagin so'ng yana shaytonni. Rahmon senga bergan asragin iymonni, hech qachon sotmagin pulni de vijdonni. Xudbin bo'lmaginda mol davlat ko'yida, dillarni ranjitma pul topish o'yida. Rizqing belgilangan Rahmonning qo'lida, Allah senga bergan asragin iymonni, hech qachon sotmagin pulni de vijdonni. Endi tabib, bu zavodda yarmi sizga tegishli. Erkak kishi gapirdimi, gapini ustidan chiqish kerak. Shlyapani ortidan tushishimiz kerak. Endi sherik, bundan bag'iga birga ish qilamiz. Suqatib ketdik. Bir beladan siq choy ichaylik, choy ustida gaplashamiz qolganini. Kelishib olamizda? Ko'r bo'lib qolmagin pulning yonida. Bu dunyo kimlardan qolib ketmagan, kafanning cho'ntagi bo'lmaydi do'stim, hech kimsa yiqqanin olib ketmagan.